Assalomu alaykum. Hurmatli dunyoning har qaysi joylariga aziz qarindoshlar. Bizniki navbatda vatanimiz Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik qilyapti. Xitoy atalarimizni akirib ketdi, qarindoshlarimizni akirib ketdi. Bizga ustimizda irqiy qirg'inchilik uyushtiryapti. Boshqa ishni qilmasakmi? Boshqa vaqtda hech qanday ish qilmasakmi? Shu dunyoninki hozirgi shu Beijingdagi 10-chi kvartal vaqtida har qaysi qarindoshlar parlamentning oldiga kelib ata-onalar uchun ega chiqinglar. Ata-onamizni bizningki beqib cho'nqigan shu bergan oqsutini aqlaylik qarindoshlar. Ba'zilar ata-onalarga uyab berib, ba'zilar haramga olib kirib va ba'zilar boshqa yaxshiliklar bilan qilgan bo'lsa, Xudoyim bizga ata-onamizga ega chiqish orqali shu nimalarni shu yaxshilikni bizningki peshonamizga yozgan bo'lishi mumkin. Shuningga ata-onamizga ega chiqilik qarindoshlar. Bugun bu parlament oldida parlament a'zolari va boshqa maslahatchilar bo'lg'achqa vaqirab shu orqali to'lash bo'lmaydi ekan. Ammo nima qildik ekanmiz? Kunish ana turib, kunish tomosha qilsak bo'ladi ekan. Assalomu alaykum qarindoshlar. Uyg'ur erkak qirg'inchilik uchrayotdi. Erkak qirg'inchilik uchragan millat zimin deb chiqdi. Biz vatanning ovoz bo'la olamiz, qarindoshlarimizni ovoz bo'la olamiz. Ular chorasiz bo'lganda biz chorasiz emas. Qo'limizdan kirish topsak, menimcha natijani Alloh berdi deb o'ylayman. Har qaysi davlatga qarindoshlar, agarda sizning rost vatanga nisbatan emisingiz, qarindoshlaringizni o'tida tushunmayotgan bo'lsangiz, kirishib keting, migrab keting, ovozingizni ayamang. Menimcha aş ovoz chiqargan kuningizdan boshlab o'zingizdan g'alaba qila olasiz. O'zingiz ustidan g'alaba qilsangiz, boshqa dushman degan hech nima emas biz uchun aytgan chog'da. Erkak qirg'inchilik uchrayotgan millat zimin deb turadi. Rahmat sizlarga.